Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari. Bugun 27-avgust 2026-yil navbatdagi laboga mana chiroyli o'rab oldik. Laboni egalari kanalimizdan ko'rib, qiziqib Farg'ona viloyati Dang'ara tumaniga kelibdilar. Mana mashhur raqamlari tanigan bilganlar like bosib turasizlar. Hop, laboni ichlariga polni atroflariga shu mizratsiya qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. İçlariga peneplex, mana bu joylariga peneplexlar qo'yib, bu joylardan kantnepollar qo'yib, baqvat qilganmiz. Kantnepollar mana bu laboga qo'yiladi. Ko'rishingiz mumkin, shunaqa sifirlar borib, mana shu holatda tiyilgan bo'lsa, bukilib kirib ketmasligi uchun qo'yiladi. Bu narsa tormizda yuk bo'lsa, kelib tegadigan bo'lsa, bukilmasligi uchun ham qo'yiladi. Yollari bukiladi. Taylari ham mana 1,5 sm ichkariga bukilgan holatda bo'ladi. Akkumulyator qutilar bo'ladi. Mana bu akkumulyator quti mana bu holatda ochiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Aptechka, ключ, arqon, navigatorlar sovushlatsa bo'ladi. Mana bu akkumulyator yonidan ham zashta qilib turadi. Qalinliklari 1,5-1,8 temir listlardan ishlatib qoplanadi. Bu sandiq alohida ham sotiladi. Poliga esa bu holatda rezinka tashlaganmiz. Rezinkani bir yoni shuna tanga holatda bo'lsa, bir yoni silliq holatda bo'ladi. Ichlarida iplari bor, 1 sm rezinkalar bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlar ishlaydi. Ikkinchi raqamimiz bo'ladi. Mana bu hujjatlar telefon qilaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i, Svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soatda o'rnatib qotirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa albatta kommentariya yozinglar. Do'stlar, yaqinlarga, labo olgan aka-ukalarga ushbu videoni jo'natishni unutmanglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Behijolat telefon qilaverasizlar. Alohida bizda tomiga bagaji ham bor. Mana bu narigi laboga qo'yilgan shu holatdagi bagajlar bor. Orqa dugalari bor. Oyna rishotkalari, poliga choksiz tunikalari ham bor. Telefon qilaverasizlar. Do'stlarga, yaqinlarga borib qo'yinglar. Kamchiliklar yozib qo'yinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum.